Manda pazandalik qobiliyati borligini bildirgan eng birinchi shirinlik shu bo'ladi. Tuxumim kuyib ketsa kuyib ketardiki, lekin eklarim dashqat chiqadi. 15 yil oldin Darakchi gazetasining Shirin dunyo sahifasida retseptini o'g'illaganman. 100 gramm sariyog'ga 1 stakan suvni quyib, chimdim tuz solib, qaynab chiqquncha gazga qo'yamiz. Qaynab chiqishi bilan 1 stakan unni solib, yaxshilab aralashtirib, gazetini o'chiramiz. Kattaroq tuxum bo'lsa 3 ta, kichkinarog'i bo'lsa 4 tani ketma-ketlikda solib, yaxshilab injiqda aralashtirib, bo'tqadek xamir qilamiz. Silliqqina ekler xamirini mindechki nasatga qo'yilgan mushuk qopiga solib, gaz listiga chiroyli qilib chiqarib olamiz. Shu joyda quloqinglarni yaxshilab bekitib, eshitib olinglar. Ekler birinchi 250 gradusda 10 daqiqa, keyin 180 gradusda 10 daqiqada pishadi. Shunda birinchi parashutday ishib, keyin qizaradi. 95 soat vaqtinglarni ketkazib, zavarnoy krem qilib o'tirishinglar shart emas. Oddiy qaymoqli kremga ham mazasi zo'r chiqadi. Uyda moloko qolmagan bo'lsa, menga o'xshab Purmilkini 45% li qaymoqlarga shakar solib, yarim soat ivitib, keyin ko'pirtirsanglar, chotki krem chiqadi. Ichiga kremni to'ldirib solishinglar shart emas. Ko'payib ketsa ham ko'ngilga tegadi. Ozginadan solsanglar, nejni chiqadi. Menga duo ketgan hech qachon hech narsam o'xshamaydigan gap so'zlarni endi yig'ishtiringlar. Bu ekler 100% hammada o'xshab chiqadi. Mazza qilib pishirib